bolaga to'yona olib kelgan dadasi, nabiram deb toy yasatgan uning katta onasi. Toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, zarcho'pon udib tutgan uning kelin ayasi. Toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, zarcho'pon udib tutgan uning kelin ayasi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Toyni minsa to'y bola, yayrab ketar onasi. Zar sochadi jiyanim deb uni suygan xolasi. Hammasiga aziz doim jigarining bolasi. To'y bolani opchigan ham uning katta tog'asi. Hammasiga aziz doim jigarining bolasi. To'y bolani opchigan ham uning katta tog'asi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Jaranglasin to'y holada, to'yni aksu sadosi. Yanglatadi qulog'ingni o'g'il to'yning navosi. Chevaralar ko'rgan emish yuzga yetgan mamosi. Navaram deb duo qilar to'y bolaning bobosi. Chevaralar ko'rgan emish yuzga yetgan mamosi. Avaram deb duo qilar to'y bolaning bobosi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Ko'z tegmasin to'y bola, ko'zmunchoqli ko'zingga. O'zim qutlay deb keldim ey, to'y bolajon to'yingga. Yarashibdi toychog'ing, jilovlari qo'lingga. Toy ham kishnab qaraydi-ku, jajjigina bo'yingga. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Qadriga yet bo'lsa ularni, hurmatini qo'ygin joyiga. Qadriga yet bo'lsa ularni, hurmatini qo'ygin joyiga. Bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga. Bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga. Onang borida uchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan. Yulduzlarni quchib yurasan. Otang borida uchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan. Yulduzlarni quchib yurasan.
rostdanam qo'lning kiri qo'yma mehr mol dunyoga u rostdanam qo'lning kiri toqchavi sen nasib qilmag'ay magar ular og'risa dili onang borda uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan otang borda uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan sen qaramasang ham ular seni duo qiladi bir kuniga yaramasang ham bu 5 kunlik dunyo o'tadi sen qarasang qaramasang ham ular seni duo qiladi bir kuniga yaramasang ham onang borda uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan otang borda uchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan yulduzlarni quchib yurasan mahalla to'ylari, birga o'qigan sinfdosh do'stlari, dugonalari, jami kasbiy mehmonlarimiz mana shu to'yxonaga Murodxonaga xush kelib qolarkan. Mana bugun O'zganboy hamda rozixonlarning tabarik xonadonlarida o'tirganimizdek katta to'y tantana shodiyona xursandchilik mana bayram kechalari boshlanish arafasida albatta sizlar har bir oqshomimizda har bir kechamizda bir sababsiz bo'lgan singari bugun ularning nabiralari Muhammad Musoning sunnat to'yi munosabati bilan mana shunday bir to'kin dasturxon atrofida sizlarni yuz ko'rishtiribmiz. Avvalambor o'z nomini qolsa jamiki majlislar nomidan aynan mana shu to'y bo'lajanga albatta biz uzoq umr sog'lik salomatlik tilaymiz. Albatta kelajakda mana shu mustaqil vatanimizni ravnaqiga, uni gullab yashnashiga o'zini hissasini qo'shadigan ishbilarmon bir tadbirkor inson bo'lib yetishsin deb albatta mana shu yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Aziz mehmonlar, endi mana shu oqshomimizni tantanali qismini tantanali ravishda ochib berish so'z navbatini Lobarxon, Shahrisoxon onalarimizda, hoji onalarimizda davramizga taklif etar ekanmiz. Albatta ular o'zlarining bir so'zlari, bir ezgu niyatlari
ajoyib duolar bilan oqshomni ochib bersalardi. Ana undagi mana shu tabariy xonadonga, ya'ni To'yxonay Murodxonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga navbatlarni berib, to'yimizni chiroyli qilib o'tkazar ekan. Marhamat demay davramizga baxtli xonadonning eng baxtli insonlari, xojonalarimiz marhaba ayni daqiqalarda sizlarni davramizga taklif etyapmiz. Kelinglar. Bana marhamat kelyapmiz, mana hollarimiz. Sog' salomat bo'lsin. Qizimiz bilan Shirali ham yaxshi yursin, sog' bo'lsin, umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Hammalaringga rahmat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga xush kelibsizlar. Akajonim, mana shu opamga baxtli uzoq bo'lsin. Shiraljonim, Suroya xonim uzoq bo'lsin. To'y bolamiz katta yigit bo'lsin, ilohim. Yaqinroq gapiring. Barchalarga ilohim baxt tilayman, mana shu oiladagilarga. Xudo xolasa hojona hojota bo'lsin. Barchalarning umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu opamlar, akaman, barchalarimiz uzoq bo'lsin. Ilohim bosh bo'lsin to'ylarimizda. Sog' bo'lsin. Barchalarga rahmat. Kelganlarga. Nozirabatarda yeb ichib o'tirdilar. Xush kelibsizlar hammalaring. Chiroyli gaplarga bitta tavsiyalar bormi to'y boshlarimizga? Azizlar, bitta tavsiyalar salomat bo'linglar. Oqshomimiz davom ettiradi albatta. Birinchi qo'shiqlarimizni mana shu onajonlarimizga taqdim etmoqchi. Yana bir bora sizlarga to'ylar muborak bo'lsin deyman. Marhamat. Chiroyli qo'shiqlar. To'ylar qutlug' bo'lsin. Nagah ko'rinib ko'chada o'lsan xiromon, qo'sh oqdi keting. Ko'chada ibodat qilgan jubbasilar zam, gurbaqdi keting. O'lsho'xi tarik qizlar ofat so'z otash, hay-hayni jarohir. Bir şey vaqtib etdim ana o'ziga hayron, xush yoqdi keting. Bir şey vaqtib etdim ana o'ziga hayron, xush yoqdi keting. Bir vaqtdi keting, o't yoqdi keting, hay-hayni jarohir. Zor etdi keting. Bir vaqtdi keting, o't yoqdi keting, hay-hayni jarohir. Zor etdi keting. Hayran, zor etti gitti, bir baktı gitti, o't yoqdi gitti, hay-hayni jarohir. Zor etti gitti, bir baktı gitti, o't yoqdi gitti, hay-hayni jarohir. Zor etti gitti. Atana xudolar nomidan Roziyaxon hamda Jannatoy xudolarimizni taklif etish so'ralgan marhaba davramizga mana shu oila, mana shu xonadon uchun eng yaqin insonlar xudolarga to'ylar muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Marhamat. Baxtli xonadonning baxtli xudolariga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat keling. Xudo xonalari marhaba. Avvalambor hammalarni xush kelibsizlar. Mana shu nabiramizni umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Ular ham hammasi qo'shganini qo'sha qarisin. Roziyaxonam, o'zgam qo'yam, hammasi qo'shganlarni qo'sha qarisin. Mana shu Muhammad Muso xalqimizga kerak bo'ladigan yigit bo'lsin. Tanjin. Assalomu alaykum. Mana shu Fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Xonadonimizga xush kelibsizlar hammalaring. Mana shu bugun nabiramiz Muhammad Musoni sunnat to'yini qilgan ekanmiz. Men bu o'g'limga uzoq umr, baxt, saodat, hamisha baxtli bo'lib, oliy ma'lumotli bo'lib, o'qishlarga kirib, yurishlarga tilakdoshman. Xudolarimizga ham rahmat. Xush kelibsizlar hammalar.
Bularga bitta chiroyli qasida bo'ladi. Navbatda qo'shilamiz Baxtli xonadonning eng baxtli xudolari davramizda. To'ylar muborak bo'lsin. Onajonlar. Farishtadik yoyib quloch davralarda o'ynasin ona. Farishtadik yoyib quloch davralarda o'ynasin ona. Bolam debo bo'lar fidoyi orzulari potir samoyi. Bolam debo bo'lar fidoyi orzulari potir samoyi. Yorug' yuzligim go'zal nuroniy davralarda o'ynasin ona. Yorug' yuzligim ana go'zal nuroniy davralarda o'ynasin ona. To'y bola bilan onajonisizni taklif etamiz to'y bolaga. Yavaştan karışık kılar ağır kılar. Dedesini yaman desek de ağır kılar. Böyle yavaştan karışık kılar ağır kılar. Dedesini yaman desek de ağır kılar. Sırga bir yapırlarım haklar. Sırga bir yapırlarım haklar. Kaçan balık çapı birden toy bana. Şirin bana şeker bana şeker bana şirin bana. Şirin bana şeker bana toy bana. Kaçan balık çapı birden toy bana. Şirin bana şeker bana toy bana. Kaçan balık çapı birden toy bana. Şirin bana şeker bana şirin bana şeker bana toy bana kaçan bulup çapı bir yan toy bana şirin bana şeker bana toy bana kaçan bulup çapı bir yan toy bana. Gözüden mihriban mihriban oğullar gözüden mihriban mihriban oğullar gözüden mihriban mihriban oğullar gözüden mihriban mihriban oğullar sudan çıkarım nadaklığı ağlarım yaşamak yaşamak sudan çıkarım nadaklığı ağlarım yaşamak yaşamak Sabırlı ama ben şişe ağlar sabırlı.
Ra'noxon hamda Turg'unoyxon singillarimizni hurmat ehtirom bilan davramizga qabul etar ekanmiz. Marhabo kelamiz, bolalaringga shukr. Hamma keldi degan gaplar bor. Marhamat bolalaringga shukr. Marhamat. Ra'noxon Turg'unoyxon singillarimiz ayni daqiqalarda sizlarda. Ra'noxon Turg'unoyxon kelyapmizmi? Hammajonlarni davramizga taklif etyapmiz. Ra'noxon Turg'unoyxon kelyapsizlarmi? Marhamat. Jannat berilar. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu xabari xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz to'y qilamiz. Muhammad Yusufjonning xatna to'ylari munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Avvalo Allohdan yurtimiz tinch bo'lishini, mana shunaqangi kunlarimiz ko'p bo'lishini so'rab qolaman. Qolaversa, mana shu xonadondagi Tabarruk akamiz, Hoji akamiz, Roziyaxon opamiz bilan qo'sha qarab, yuzlarga kirib, katta hojilarga yetalashib, bir-birlarini suyab borishlarini Allohdan so'rab qolaman. Qolaversa, mana to'y qilayotgan jiyanimiz Surayaxon Sherali bilan baxtli, saodatli hayot kechirishayotgan ekan. Mana shunchalik to'ylarni qilib hammamizni jam qilishdi. Ilohim mana shu farzandlarini baxt kamolini ko'rib yurishsin. Ilohim qolaversa buni orqasidan to'ydan keyin mana duolarimiz ijobat bo'lib, qo'sha qizaloqlar, soliha qizlar, qoriya qizlar ko'rishsin. Ilohim hojilarga borib, hoji ota, hoji onalar maqomini olishsin. Ilohim mana shu farzandimiz, to'y bolamiz kelajak uchun, yurtimiz uchun kerakli inson bo'lib yetishsin, qori yigitlardan bo'lishsin. Ilohim farzandlarini baxt kamolini ko'rishsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Opam tiriklariga qo'shilgan holda to'y bolani umri uzoq bo'lsin, ota-onasiga yo'ldosh bo'lsin, xudo bolamiz ham salomat bo'lsin. Ilohim qori yigitlar bo'lsin, umrlariga olib boradigan yigit bo'lgin. Muhammad Muso, Surayyo qo'shgani bilan qo'sha qarigin. Ota-onaning baxtiga umrlari uzoq bo'lsin. Bitta qarsayma olqishlab qo'ymasak bo'lmaydi. Marhamat, navbatdagi chiroyli qo'shiqlarimizni albatta bilan sondiramiz. Marhamat, onajon, Bajaramiz. Davramiz. Bana kadar gelişler hayranı, sana geçer
Adibahman hamda Sanobar Qansim bilanlikda ustozlarga dadamizga taklif etishni yapti. Marhamat dadamizga kelinglar. Chunki mehmonlarning juda ham ko'p. Roziya xolam bilan o'ziga namakimni umidlari uzoq bo'lsin, farzandlariga doim bosh bo'lib yursin. Sherali akam bilan Surayya opam bilan Surayyalarni ham ilohim umrlari uzoq bo'lsin, qo'sha qarab yursin. To'y balamiz katta yigit bo'lib, elga kerakli inson bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, men ham mana shu opamning gaplariga qo'shilgan holda to'y bolaga baxt tilayman. Ilohim hamma orzularini ro'yobini ko'rsin ota-onasi. Rahmat hammalariga. Bitta qasaydami olqishlar albatta navbatdagi qo'shiqlarimizni mana shu ustozlarimizga taqdim etamiz. Marhamat, chiroyli qo'shiqlar. Bo'ylab boramiz. Hey, ustozlar birga-birga. To'ylar pulimiz narsaga. Yashasın ustozlarimiz. Yüzlerin gül yandırdı yüküktüler hayallerini alıp içimge alarsan kızınızdan kızılan kıydırdı yüküktüler gitti de bir yarıltı gitti de hayatım gibi şurayı bir kere gitti de yandırdı yüküktü de şurayı güzel yarlaydı buradan çıkıp gitti de kulak solmay, girgen gülüm olmay, balki menge işolmay, yandırdı gitti de kessem uzun bor, ben bir haber ol, yüreğim yaman yana, içim kurup gitti de gitti de, bir yarıltı gitti de, hayatım gibi şuday bir kere gitti de, yandırdı gitti de, şuday güzel yarlaydı buradan çıkıp gitti de. Lotfan hamda Umidaxon singillarimizni davramizga taklif etsak, marhamat. Mahalla ahli ayollar nomidan bo'ladi. Mana shu tabrikda aziz opa-singillar hammalari chiqib davran to'ldirib o'ynaverasizlar. Qanaqangi qo'shiqni albatta istasalar mana aytib beramiz. Marhamat. Muhabbatim haydasin kalp ardam Cimyon gözüm nerede Mamlakat Umidaxon sizlarga tarafdorlik singillarimiz. Qo'lim yetma to'kilgan qizg'aldan Navbat mahallaga bo'lyapti. Mana shu tabrikda hali ko'rgandek davron to'ldir hammalarning o'yiga chiqaverasizlar. Sizlarning davomini juda ham keng. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun biz qo'shnijonimiz Surayyoxonning o'g'illari Muhammadiyonni sunnat to'ylarimiz munosabat bilan ushbu dargohga to'plangan ekanmiz. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib bu to'y bolaga Allohdan baxt, muhabbatdan taqdirlayman. Kelajakda ota-onasi nimaiki orzu niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Roziya opamni ham hojilarga borib, hojona qilishlarini tilakdoshiman. Ilohim hammasini dastiga baraka bersin. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar.
Men shu to'y bolamizga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ilohim opoqi, bujonlarini, dadasini, ayasini baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsin. Ilohim. Ana bitta qasaylar albatta davramizga taklif etamiz. Jamiki az mehmonlarimizni mahalladoshlar to'liq o'ynaylar davrani. Marhamat. Ata qo'shilasiz. To'yboshlarimiz Sherali hamda Siroyaxon singillamizlar to'yboshlarimizni davramizga taklif etmoqchimiz. Marhamat, Paxta xonadonining baxtiyor o'g'illari, baxtiyor kelinlariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, kelamiz. Sherali keling, marhamat. Siroyaxon, marhamat. Bugun albatta farzandlaringizga yomon hislar yuragimdan to'ylar muborak bo'lsin sizlarga. Siroyaxon, yonma-yon turib olamiz. Yana bir bora sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Albatta bugun farzandlarni hayotida bir marta bo'ladigan mana shu sunnat to'yi, beminnat to'y munosabati bilan sizlarga xonadonlarga tashrif buyursizlarni yo'qlab kelgan jami kazi mehmonlarimizga bir osh ko'rsatib, farzandlarga chiroyli tilaylar, bir ezgu niyatlar bilan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, uzoq yaqindan kelgan mahalladoshlar. Hammalaring salomat bo'linglar. Mana shu o'g'ilchamiz ham katta yigit bo'lishaversin. El yurtga manfaatli tegadigan. Salomat bo'lasizlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Oldilaringga qo'yilgan nozimetlarni yeb o'tiringlar. Kelganlaring uchun hammalariga rahmat. Hammalaring shuna to'ylarga yetkazsin. Ayam bilan dadamni umrlari uzoq bo'lsin. Bitdik, ayam ham dadam ham yaxshi yurishaversinlar. Bitta chiroyli xonadonning baxtiyor insonlari to'yboshimizga qarsaylarni ayamaylar. Navbatdagi taronani davramizda baxt xonadonning baxtiyor insonlari to'yboshlarimiz davramizda.
Albatta jamiyat mehmonlarimiz Naymaxon hamda Oygulxon singillarimiz mahalla ahli ayollar nomida qo'niq qo'shnilar nomidan bitta tabrik bo'ladi. Mana shu tabrikatni jamiki mahalladoshlardan to'ldirib qo'yamiz. Bugun o'ynagan narsalar marhamat. Mana quyoshlar juda ham chiroyli chiqib turibdi. Ob-havomuz yaxshi. Salimaxon, Oygulxon, yon qo'shni jon qo'shnilar sizlar chaqiryapmiz daramizga. Kelinglar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu Roziyaxon bilan O'zganboyda bolalarim to'yiga yig'ilgan ekanmiz. Rohatini ko'rsin. Sheralijon bilan Surayaxon ham baxtli, saodatli bo'lsin. Bolalar rohatini ko'rib, sog' salomat yaxshi yurishsin. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Mana shu Muhammad Musoni to'yning munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Muhammad Muso kelajakda ilmli, bilimli, solih farzand bo'lsin. Ota-onasiga rahmatlar olib keladigan farzand bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu yurtimizda har doim to'yxona, murodxonalar bo'lsin ilohim. Men qayga to'yga borsam, Aljon aka ek qator qo'shiq aytaman. Yo'q. Bugün sen saz iken saz, üstüge saz, itkeli keldi, köngüllerini şad ayla, sarapro. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, hammamiznikida to'yxona, murodxonalar bo'lsin. Kelajakda mana bu Muhammad Muso butun dunyoda, O'zbekistonda ta'luli farzand bo'lib voyaga yetsin. Roziyaxon, O'zganboy, mana Sheralijon, mana Surayaxon qizimiz shularni baxti kamolini ko'rib yursin. Xush kelibsizlar, rahmat. Oygulxonda ajoyib qo'shiqlar bitta
Yüzüraz hasarlar bo'lsin, elam tanjon sog' bo'lsin, davralarda qizib yuring. Navbatdagi qo'shiqlarimiz albatta mana singillarni davramizda. To'ylar bo'lsin. Haqqan oshdi sog'inchim, yo'qoldi go'yo tinchim. Haqqan oshdi sog'inchim, yo'qoldi go'yo tinchim. Sendan bitta o'tinchim, uchrashmasak bo'lmaydi, meni ko'nglim bo'lmaydi. Sendan bitta o'tinchim, uchrashmasak bo'lmaydi, meni ko'nglim bo'lmaydi. Uchrashmasak bo'lmaydi, meni ko'nglim to'lmaydi. Halimdagi ma'suzur, uchrashmasak bo'lmaydi, meni ko'nglim to'lmaydi. Uchrashmasak bo'lmaydi, meni ko'nglim to'lmaydi. Tashakkur, rahmat. Onalar Endigi davramiz markaziga taklif etyapmiz. Marhaba. Dugonalar, to'ylar muborak bo'lsin sizlarga. Adolatxon, Gulnozaxon kelinglar, marhamat. Adolatxon, Gulnozaxon kelinglar. Ha. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli qoshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, bugun mana sinfdoshimiz Shiranjon hamda ularning umr yo'ldoshlari, Sayyorxon farzandlarini shunaqa chiroyli to'ylarga yig'ilgan ekanmiz. Bizga berilgan fursatdan foydalanib, kelolmagan sinfdoshlarimiz, tengdoshlarimiz nomidan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlari va xotinni ko'rishsin. Ilohim baxtli el yurtga xizmat qiladigan chiroyli mard o'g'lonlar bo'lib yetishishini tilayman. Assalomu alaykum. Barcha yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda Mashto'y bolamizga uzoq umr salomat tilaymiz. Ertaga bo'lsin. Albatta chiroyli qasamlarni olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi qo'shiqlarimizni albatta mana singillarimizga taqdim etamiz. Ustozlarimiz davramizda. Marhamat. Sizlar bilan davraga. Muborak bo'lsin. Ara
kecha porlagan yulduzim yurakdan tinglagan chin so'zim ko'zlaring aybini ko'rganda sog'ingansan sen ham o'zing kecha porlagan yulduzim yurakdan tinglagan chin so'zim ko'zlaring aybini ko'rganda sog'ingansan sen ham o'zing kelin rozlaring qilginmas havoning yoshgil bir nafas bir bola kelgan bir bola kulgan tugasin ruhim bu aras kelin rozlaring qilginmas havoning yoshgil bir nafas bir bola kelgan bir bola kulgan tugasin ruhim bu aras Sen yolunda likir likir oynaysan hazillashib chikir chikir qo'ymaysan shirang boshqacha gana tushunmadim to'g'risini darligingni bilmadim sen yonimda likir likir oynaysan hazillashib chikir chikir qo'ymaysan shirang boshqacha gana tushunmadim to'g'risini darligingni bilmadim bu qora navoiy sarpoydanmisan chiroying boshqacha sarpi soydanmisan bu qora navoiy ya sarpoydanmisan chiroying boshqacha ey qiz aydanmisan omadingni torttiratib o'ynarsan chiroylisan hamma bizdan o'ylansan kiyinishlarning ham sani boshqacha anglishab sanga qarab qo'ymasan omadingni qaltiratib o'ynarsan chiroylisan hamma bizdan o'ylan Saçını şımarlarım eydeler Kaşını çimirgen neyzeler Yerden tüteyip gündüzsen Varını yuvadan zerdeler Eskiden yükürgen kança Gün bilen bir khana taşan kança Günden çıkmaysan ut geldin ençe Dan beygette şeylik kıyamadım Nazra, nazra, nazra Yüreğimiz nazra Nazra, nazra, nazra Hizmet yapma nazra Gaplar yaparsan Başka kimurdayıp yaparsan Hani günden baktarak yaparsan Aldım geçmeysen nazra Yetiden yürgen kanca Gün bilen pinhana üzeşen kanca Günden çıkmaysan uzgerdi kanca Adam beygette şeylik inemedim çay Nazra, nazra, nazra Yüreğimiz nazra Nazra, nazra, nazra İzmir yetmez nazra Thank you.
Aşağımızda hımalıklarımız albatta mehmonlarimizga yaqinlashib qatlagan holda navbatlarni bir yigitlarga bitta navbat bermasak xafa bo'lishyapti. Tog'alar nomidan Erkinjon, Bahodirjon birgalikda kelinglar. Marhamat. Bu faqat ayollarda ma'lum emas, albatta bu yerda yigitlar ham mana deb erkaklarimiz bor. Shu yerda birgalikda kelinglar, to'rtovlaring. Marhamat. Maktabga borar ekan, bitta ikkita qo'shiq aytib beramiz. Ularni maktabga kuzatib keyin yana davom ettiramiz aka oshxonamizda. Marhamat, chiroyli qo'shiqlar bolajonlar, ustozlar uchun. Marhamat.
تخليني ولا الخمور تخليني ولا دولة تخليني ولا الخمور تخليني ولا دولة تخليني ولا الخمور تخليني Bittasini chaqiramiz. Ozgina zamonada sizni qarorlar. Oshamiz davom ettirayotganmiz endigi tabrik navbatlarda. Ranaxon, Turgunoyxon, Qalursa, Shohidaxon, Nadirxon, amma xolalarni ham biz davramizga taklif etib qo'ymasak, xafa bo'lib qolishadi-da. Atayna yozilishgan bir og'iz so'zlarni bildirib, albatta ko'ngildagi chiroyli qo'shiqlarni aytib beramiz. Keyin marhamat, kelinglar to'rtlaring. Xush kelibsizlar yana bir bor. Barchalar xush kelibsizlar. Mana to'y bolamiz umri uzoq bo'lsin. Akajonim ham, mana Roziyaxon opajonim ham Xudoy umri uzoq bo'lsin. Xudo xolisa katta hojilarga borishing nasib qilsin ilohim. Sheraljon mana Suroyaxonga ham baxt tilayman ilohim. Bir umr baxtli bo'lib, saodatli bo'lib, yaxshi yashasin ilohim. Mana shu xonadonda doim to'ylar, yaxshilik kunlar bo'lsin ilohim. Bitta qasada bo'lar, mana shu baxtlaringiz hech qachon sizlarga ko'z tegmasin. Doim mana shu to'ylarda bosh bo'lib yuringlar. Navbatdagi qo'shiqlarimiz. Navbat so'zga chiqqanlarimiz davramida. To'ylar bor.
O'zganboy Mahmud ukamizni bilan taklif etmoqchiman. Bitta tasayda bo'lsin. Ishga sarf qo'yasiz endi. Marhamat. Ya rahmat. Assalomu alaykum hurmatlar. Mana shu bizning kichikgina xonadonimizga kelgan aziz mehmonlar. Tong sahardan kelib mana ulug'larimiz kelishdi. Yaxshi bir do'stlarimiz, birodarlarimiz kelishdi. Mana opaxonlarimiz, onaxonlarimiz, singillarimiz. Hammalaringizni mana shu xonadoningizdan she'rga bosib kelgan qadamlaringizga yaxshi o'ylagan, yaxshi maqsadlaringizni o'zi bersin. Bu bir farzandni xosiyati bo'ladi deydi. Ana shunday biz ismini ham bilmasdik, bir dada Muhammad Musa qo'yaveraymi deb so'radi. Men bu yerda emas edim. Muhammad Musa qo'ydi albatta. Bu ism janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismlari-ku. Qaysi bir xonadonda bir Muhammad degan ism bo'lsa, xonadonga Alloh barakasini beradi dedi. Bu hozir mana havolarda qarang. Qolaversa, mana kelgan mehmonlardan o'zim bildim erta bilan. Qolaversa mana sizlarni ham chiroyli holatda o'tiribsizlar. Bu nimadan desa, tinchlikning sharofidir. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Hammani xonadonida shunday to'ylar, yaxshilik kunlar bo'lsin. Hammani mana Allohning uyiga, ya'ni o'zini mehmon qilib chaqiryapti. Hammalarimizga ko'pchiligimiz hojonalar o'tiribdi. Ularga ham duosi ijobat. Alloh yurtimizni, elimizni tinch qilsin. Hammalarimizni qalbimizda yaxshi maqsadlarimizni bersin. Mana shu kelajakda o'sha nevaramizni yaxshi shu ulug'larga xizmat qilayotgan ilmi hol qorilardan, olimlardan bo'lib va diniy va oxirat mana bu yurtimizda ham mana bu chiroyli qaysi bir kasb qilayotgan bo'lsa o'sha baroqatdan beraversin. Eshitganlar murodi yetsin deb bir ona to'g'risida to'rt qator bir ashna aytib beraman. Onamni ko'rmayin necha yil o'tdi. Cholay. Qabechi. Onamni ko'rmayin necha yil o'tdi. Onam yoshligimda olamdan o'tdi. Onam mozorida qamishlar bitdi. Bilganda yoniga gullar ekardim. Hamisha doimo birga yotardim. Onangizni qadriga yeting. Mana meni onam hayot, mana bitta onam keldi oldimga. Kimda onasi o'tsa, agar singlisi bo'lsa, opasi bo'lsa, u onasi hayot ekan. Ashlar duolarimni yuribmiz biz. Rahmat. Onangizni qadriga yeting. Onasi hayot birodarlarim. Top qiling poyidan o'ping. Onasi hayot birodarlarim. Onangizni qadriga yeting. Onasi hayot birodarlarim. Onang
onangizni asrang avaylang onasi bor ey qadrdonlarim toqiling poyidan o'pinga onasi hayot birodarlarim toqiling poyidan o'pinga onasi hayot qadrdon omadingiz yurur onangiz savlatingiz yurur onangiz omadingiz yurur onangiz savlatingiz yurur onangiz davlatingiz yurur onangiz onasi hayot birodarlarim davlatingiz yurur onangiz onasi bor ey qadrdonlarim o'zgalar o'z onang bo'la olmas beminnat ham xonang bo'la olmas o'zgalar o'z onang bo'la olmas beminnat ham xonang bo'la olmas onangdek ham xonang bo'la olmasa onasi hayot birodarlarim onangdek sirdoshing bo'la olmasa onasi bor ey qadrdonlarim yuribdi-ku demang bu ne'mat g'animatlar ishra g'animat yuribdi-ku demang bu ne'mat g'animatlar ishra g'animat nogoh sizni bosmasin g'aflati onasi hayot birodarlarim nogoh sizni bosmasin g'aflati onasi bor ey qadrdonlarim asrab yashang dil qo'ringizni parvarishlang qalb to'ringizni asrab yashang dil qo'ringizni parvarishlang qalb to'ringizni jannat sizning huzuringizda onasi hayot birodarlarim jannat sizning huzuringizda onasi bor ey qadrdonlarim onangizni qadriga yeting onasi hayot birodarlarim onangizni asrang avaylang onasi bor ey qadrdonlarim Haqqing poyidan o'tinga onasi hayot birodarlarim onasi bor ey qadrdonlarim o'sha men yurishim onapamlarni shu singillarni duolari bilan
Rahmat. Hammalaringga rahmat, kelganlaringga. Endi Sherali sen ham bitta ishlatib berasan. Yo, yo'qlama baka. Chunki bizni bitta o'g'lar bilmasa boshqa joylarda hamma joyda endi bizni chaqirib ashla aytkizdirib beradi. Shu ashla desam endi azizlar bizni xonadon shunaqangi. Ertamat qanchadir tugamaydi. Hamma o'zimizniki. O'zimiz yangi qo'shiqlarda mana dunyoda insonda oshna og'aynisi ko'p bo'lsin. Shuni bilib bitta qo'shiq qilganmiz. Hali hech kim eshitmagan buni. Dünya bulmak için rüşna kerakdir. Dünya bulmak için rüşna kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshna kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshna kerakdir. Tirik jonni zulmatdan Alloh asrasin. Tirik jonni zimistondan Alloh asrasin. Zulmatni yoritmoqqa ziyo kerakdir. Zulmatni yoritmoqqa ziyo kerakdir. Dünya bulmak uchun rushno kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshna kerakdir. Hech vaqt ustun bo'lolmas. Xudo hofiz o'lgandan rizo kerakdir. Bu dunyoda yashamoq uchun halol pok vijdon, ishqi yurak toza vijdon Xudo kerakdir. Do'stom do'stdir do'stga joning fido qil. Do'stom do'stdir do'stga joning fido qil. Kuylamoqqa narzi kabi mirzo kerakdir. Kuylamoqqa narzi kabi mirzo kerakdir. Dünya bo'lmoq uchun rushno kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshno kerakdir. Oshno kerakdir. Oshno kerakdir. Sağ rahmat, salomat. Rahmat Sherali jon, salomat bo'ling. Iloyim tanjoyingiz sog' bo'lsin. Mana shu san'at yo'lini tanlayapsiz. Endi yurtimizda xizmatini qilib, albatta duolarni olib yurib qolamiz. Aziz mehmonlar, oshlarimizni davom ettirar ekanmiz. Endigi tabrik nazarlarda mana shu yerda ammalarimiz qolib ketgan Gulhayoxon, Zilolaxon, Shahnozaxon, Shahzodaxon, Zeboxon qator xolalarga bitta navbat beraylik. Ular ham mana bugun opaqsa yo'qsa sinisi to'kilyapti-da, bir og'iz tilaklar bildirib qo'ymasa xafa bo'lib ketmasin mana shu inson. Marhamat. Gulhayoxon, Zilolaxon, Shahnozaxon, Shahzodaxon, Zeboxon, kelinglar marhamat. Video kameralarga sizlarga ham muhillab qo'yamiz, chiroyli qilib har bir gaplaring, so'zlaring. Kelinglar marhamat. 5 ta opa-singillarimiz, bolalaringga shukr. Marhamat. Men bu jiyanimga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Qishlarda oldi yigit bo'lib yurishini tilayman. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugun to'yimizning sababchisi bo'lmish Muhammad Musoga katta yigit bo'lsin, omadli yigit bo'lsin, katta bo'lganda yurtga kerakli inson bo'lsin. Qolaversa mana shu yerda Xudo xolamiz, xudo buvalarimiz, o'zimda dada, onalarim, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, hojona hojatda bo'lsin, Sherali bilan Surayyo ham baxtli bo'lsin. Hammalaring yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana bugun jiyanimiz Muhammad Musoni xatna to'yiga yig'ilgan ekanmiz. Jiyanimga uzoq umr tilayman. Ilohim Alloh suygan yaxshi farzand bo'lsin, 2 dunyo saodatiga erishsin, ota-onam umrlar uzoq bo'lsin. Xudo xolalarim, xudo bergan hammalarga rahmat. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, jiyanim Muhammad Musoga uzoq umr, tanijoni sog' bo'lsin, yaxshi qori yigitlar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ravliga taklif etamiz, opalarimiz birga. Marhamat. Bir aylanib adirga
sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni jayladi Sen bindiyo endi salomatim yo'q bu nima yurishimda voytak ko'ylagingni yengdiyo mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi voy mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Yanakların kızıl, dudakların kızıl Cennetle maydan salin sıfırlık sızıl Yanakların kızıl, dudakların kızıl Cennetle maydan salin sıfırlık sızıl Mast eyledi, sarmast eyledi Menin yüreğimemge işni joyledi Vay mast eyledi, sarmast eyledi Haralarıya merhamet lazım işni joyledi Qaysi falak burchini mehran nuran orasan Qaysi sada durchini gavhar shahva orasan Qaysi xutaravusi nafayta torsan Qaysi jaman zorini ilayigina orasan Sana kimni sevaryapsan Alaguz boy 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 Alaguz boy boy Alaguz galbala Qaraguz galbali
bilmedim yıllar Ağzının boyda Maliseler açıldı ilahi boyda Geçer olsa oynarmız satırgin toyda Kızların çakındaydı muhabbet boyda Dağınsın gelsen gitti kuvveti Geceler yazı sıfatı utkanında Olmayıptı katlarını tutkanında Beni taşlar tıkmaz evi yanında Gelse gelsin, yarın gelsin Allah verip bir aydım canım gelsin Gelse gelsin, canım gelsin Hiç verilen nazlarla gülüm gelsin Gelse gelsin, yarın gelsin Allah verip bir aydım canım gelsin Gelse gelsin, canım gelsin Hiç verilen nazlarla gülüm gelsin Kez mehmonlarimizga yaqinda ishlab turganda oqshomni davom ettiramiz. Endigi tabriklarlarda Azizbek Husnidaxon, qolursa Eminjoni Dilbaraxon, shu tog'alarimizni davramizga taklif etmoqchiman. Sizlar hozir tomoniqinga qadar marhamat tog'ajonlarimiz kelida bir oz yerlarga izingizlar bildirib qo'ysalaring, video kameralarga sizlarga eslatib qo'yamiz. Marhamat tog'ajonlar. Marhamat. Ol farzandi bo'lib yetishib yurarsin. To'y boshlarida ham umrlari uzoq, tanzallari sog' bo'lsin. Deganlaringiz yana bir bor rahmat. Napam gaplarimizga qo'shilgan holda to'y bolamizga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Ota-onalarimning baxtiga sog' yurishsin. Katta yigit bo'lishsin. Marhamat davramizga taklif etyapmiz tog'ajonlarimiz oilalari chiroyli qo'shiqlar uchun marhamat birgalikda. Marhamat to'ylar qutlug' bo'lsin.
Endigi tabriklar barmoqlar bunasi to'g'rilgan ta'lim, tarbiya, ilm, bilim berib kelgan ustozlar nomidan Sharifaxon, Nodiraxon, Dilfuzaxon, yana Sharifaxon yozilyapti. Marhamat, bir to'g'ri kelamiz. Avvalambor ushbu tabariy xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deymiz. Shu yig'ilishimizga sababchi bo'lmish Muhammad Musoga uzoq umr, barakali hayot, zakot berguvchi katta boylardan bo'lsin. Ota-onasini qayta umra ziyoratlariga, katta hojlarga olib boradigan yigit bo'lsin. Shu mahallani qorisi bo'lsin ilohim. To'y bo'lamiz, katta bo'lishaversin. Bitta qasadlarni olqishlab qo'yamiz, navbatdan qo'shiqlarimizni mana shu tabrikka chiqqan singillarimiz, mahalladoshlarimizni taklif eta olamiz. Davom ettiramiz. Husnu cemalin hayalim oldu, şirin salim gözüme daldı. Hasta, sen sevgim, yacı hasta, ömer mi gülüm? Ah bu kabuklar, gitmedi, ay yüzüdü ben, önce çıraylı. Ah bu kabuklar, gitmedi, ay yüzüdü ben, önce çıraylı. Ay yüzü gülme, önce çıraylı.
Aziz mehmonlar, albatta har bir oqshomimizda boshlanishi bo'lgandek mana ibtidosiga yetib keldik, intihosiga. Endi mana shu yerga bitta chiroyli duolar qilib berish uchun yoshi ulug' onaxonlarimizni birlaydi taklif etsaydi, bitta chiroyli. Keling onajonim, sizdan katta odamni ko'rmayapman. Marhamat, keling. Keling, o'tiring. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ey Allah'ım, o'zingga hamd va sanolar, duruzi, salovat, salomlar bo'lsin. Mana bugun shu O'zganboy o'g'limiz to'ylarni mana shunchalik dasturxonlar sab to'ylarni qildi. Allohim tanjani sog' bo'lsin. Avvalo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Pashsholarimiz tinch bo'lsin, olamlar tinch bo'lsin. Shularning qatorida hammamiz tinch bo'laylik. El yurt, mahalla, kuy, qandosh urug' hammalaring sog' salomat o'ynar. Ko'p yillarga shunday yaxshi kunlarga to'ylarda birga yurishda Alloh nasib qilsin. To'y bolalarimiz katta bo'lib kamalga yetsin. O'zganboyim Roziya xonimni umri uzoq, rizqi bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lsin. Jeraljonimni ham oliy darajada qilsin Alloh. O'tganlarimizni, opa-akalarimni, tog'alarimni ham ona-otalarimni rahmat va jannat bo'lsin, oxiratini bersin. Bularning ruhlari hamisha tarbiyat qilib, bundan ham Alloh ziyoda qilib, yanada katta hajlarga borishni Alloh nasib qilsin. Hammamiz bosh o'yiraylik bularga. Hammalarning xush kelibsizlar, tanjonlaringiz sog' salomat bo'lsin. To'ylarda ko'risharik. Yashanglar, rahmat. Amin. Uzoq rizqlarimiz bo'lsin. Yanada katta Allohu akbar. shu farzandlarimiz ham salomat bo'lib, to'ylardan bosh chiqmasin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Nima?